Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu korobkamiz Gentra mashinaniki. 140 ming yurgan. Unda korobkasini yechib olib, filtrlarini almashtirib, profilaktika bo'lyapti. Yig'ilish jarayoni. Mana shunaqa ishlari polniy yuvib, tozalab, yangidek qilib qo'yiladi. 140 ming, 150 ming atrofi probeglari просто tak moy almashtirmasdan filtrini qo'yib, yangi filtrlari, plastmasslari, ichlari yuvib qo'ysiz, yana shuncha xizmat qilaveradi. Korobkamizni polniy moyka qilib, filtrlari hammasi almashyapti, plastmasslari. O'zini eski plastmassa uchun mana shunaqa xurupki bo'lib qoladi. Shuni sinishni boshlagan. Temirlari ham sinib ketgan, mana 130 mingda. Buni ham almashtirib. Filtrlari mana shunaqa bo'ladi, polniy yechib almashtiriladi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Telefon nomerlari qoldiraman. Telefonlashib, narx-navosini surishtirib, bemalol olib kelsanglar bo'ladi.